Санның стандартлық түрі чоң və kiçik miqdarlara berilgan мәтін мәсәлән ешіш. Мәсәлән, bizdə bir sanla oldu. 3 milyon deb avvali 3 milyon kilometrda qo'yaylik. Vaqtida 3 milyon kilometr miqdor jiq nolliklarni yezish tez bo'lgan uzoq bo'lib ketgani uchun biz sanning standart turi deb yana bir sanning yezilishini kirgizamiz. Va sanning standart turi deb a ko'paytirilgan 10 darajasi n turida yozilgan sanni ataydi. Masalan, biz 3 milyon deb yozsak, u bizda 3 ko'paytirilgan 10 darajasida 6 deb qisqacha yozildi. Bu yerda bizning a sanimiz 1 bilan 10 ning oralig'ida bo'lishi kerak va maydagi darajasidagi n san butun bo'ldi va mushu n sanni biz sanning riti deb ataymiz. Masalan, abayki 3 ko'paytirilgan 10 darajasi 6 degan hisobimizda bizning mushu sanning riti 6 deb ataymiz. Va mushu darajadagi turgan san sanning qanchalik cho'ng yoki qanchalik kichik ekanligini ko'rsatadi. Masalan, molekulaning razmerlari yomon kichik deb olamiz. Masalan, 0.0000013 deb qo'yaylik. Mushu sanlarni standart turda yozish uchun biz peshni qaranglar, boyar 2, 3, 4, 5, 6 raqam yo'tkab 1.10 3 ko'paytirilgan 10 darajasi -6 deb ataymiz. Va albatta mushtaq standart turda yozilgan sonlarni selishtirish uchun biz nimga qaraymiz? Agar darajamiz ijobiy bo'lsa, o vaqtida darajasi qanchalik jiq bo'lsa, sanning o'zi shunchalik jiq bo'ldi. Salbiy sonlar naborot. Modul alamiz. Salbiy son masalan biz bilamiz-ku, -6 -3 dan kichik. Shuning uchun 10 darajasi -3, 10 darajasi -6 dan kichik bo'ldi. Miqdorlar bizda endi yomon yo'g'on yomon kichik sonlarni inakda biz ularni yaqinlashtirib hisoblaymiz. Va mushu bizda berilgan miqdorning o'zi, masalan 0 qancha avvali 9.85 bo'lsin. Va buning yaqinlashgan butungacha yaqinlashtirgan sonini biz masalan 9 butun deb olsak, vaqtida xatolik qanchalik bu yerda yaqinlashgan ma'noning absolyut xatolik qancha bo'ldi deb tepish uchun biz 9.85 dan evitmiz 9 ni. Şöyle x deganimiz miqdorning soni, x1 degan o yaqinlashgan ma'noning soni bo'ldi. Shularning ikkisini bir-birini evatsak, bizda absolyut ma'nosi yoki bo'lmasa yaqinlashgan x1 sonining xatoligi deb atildi. Uni biz bunda yangi bir 3 bo'linqdan kirgizamiz. 3 bo'linqni bu yerda biz delta deb ataymiz. Endi mushu xatolikni bizda agar fizikada yani jiqshiltimiz dedik-da, agar mushu xatoligimiz bizda moduldan h sondan kichik bo'lsa, u vaqtida nima deymiz? x1 soni har h'gacha dalillik bilan elingan x sonining yaqinlashgan ma'nosi deb atildi. Masalan, modul abayki 9.85 elingan 9 butunni elib kichik yakidan hisoblasak, mayda 0.165 kechirsizlar. 0.185 bo'ldi ki xatoligimiz. Shu vaqtida x1 soni, mun 9 degan sonimiz 0.185 gacha yaqinlashgan ma'nosi deb atildi. Uni biz qo'sh tengsizlik turida x minus x1 minus h dan cho'ng va h dan kichik yoki teng deb yozsak bo'ldi. Shu vaqtdagi abayki hisobimizda biz mesela 9.185 elingan 9 bizde pa modülü çoğun yoki teng minus 0.185 dan ve kichik yoki teng 0.185 dan deb yozamiz. Yaqinlashgan ma'noning selishtirma xatoligi degan yana bir nim kirdi bu yerda. Uni tepish uchun biz abayki absolyut xatolikni deltalarimizni bölümüz yaqinlashgan ma'noning moduliga x bir deb belgiladik. Mush ikkisining nisbatini biz yaqinlashgan ma'noning selishtirma xatolik deb ataymiz. Bu formulasi prinsip mana nimaga yuz qilgan. Shu vaqtda shu abayki hisobni qarash turganda nima bo'ldi? 9.185 elingan 9 butun modulda va bo'lingan buni o'zimizning yaqinlashgan ma'noga 9 bizni tak ijobiy bo'lg'ashqa hisoblab etsak,
Kaldı 0,85 bölüngen 9. Bunu inagda еще процент bilen hesaplaganda, yani mege 100%ni köpeytip etsaňlar, o wagtda sizlerde yakınlaşkan manaның seliştirme hatalığı procent arkaly ifadelendi. Hesap çıkırışını başlayalım. Birinci hesapta berilgen sanның ретini атаңла deydi. Ret degen ki biz bunun derecesi qarab, berilgen sanның reti minus 32 de koymuş. İkinçisi de berilgen sanların standart türü de yazıla deydi. Meydi endi peşte arkaçan ahırdan başlasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'un meyki çan peşini keltügendin keyin sizlerde 23 milyard degeninglar 2,10 köpeytilgen 10 derecesi de 9 boldu. Çoğun sanda derecesi plus boldu. Endi bizde mende kiçik sanılan boluş mümkün, yaman kiçik. Vaqtida sigda peştin başlaysılar qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dep mekit qamaslar, 20 bolip qaldı. Bizning standart türdeki sanımız meyetki san her kaçan 10'dan kiçikeke teң boluş kerek. Şunun üçün peşini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dep mege ötkəsledi. 2'den keyin qoysizlar. Boldu 2,3 köpeytilgen 10 derecesi уже minus 3, 4, 5, 6 rakam ötkedik. Kettik dalşa, endi berilgen teňlikni qoş teňsizlik türde yazıňlar deydi. Bizning x sanımız примернымда deydi. 43,2 plus minus 0,125 degenimiz. Mesela представьте себе, sizlerde bir nimeňlar bar. Ýugan depteriňlar bar bolsun we muşu depteriňlarning uzunlygyny ölçigende 43,2 cm çykdy da goýaly. Ve eğer bizning sızgıçning hatalığı plus minus 0,25 bolsa, значит bu bizning uzunluğumuz minimum qanchalik boladi desa, onun tepiş üçün biz 43,2'den evitimiz 0,125 ni. Mege 0 qoşup meşalli azaytip etsek qancha boldu ki? 5, 1, 2, 9, 2 kaldı 42,195. Bu bizning minimalni manasi. Minimumda qo'yay. Maksimalni bo'lsa x maksimum tepish uchun biz 43,2 ga qo'shimiz 0,125. Ya'ni 10'liklarni kasrlarni qo'shganda pesh-peshning ostida bo'lishi kerak. Bu aytdim, men 0 qo'shib qo'ydim. 40 ga 0 ni qo'shsak 40,20 ga 25 ni qo'shsak 45. Endi berilgen x sanımızda qoş teňsizlik türde yazış üçün biz deymiz x boluş kerek çoň ýa-ki teň 43 43 42 бүтүн keçirsler 42,195'den kiçik ve çoň we kiçik ýa-ki teň 40,45'den. Şengen bolsaňlar like bisini unutup qalmaňlar. Sanның 10'luk öleşlergiçe dügüleklep seliştirme hatalygyny tipiňlar. Bizde 10,509 bek. Endi bunu biz dügüleklerimiz degenki mundaq valna qo'ymaýmyzda, qandaq sangyçyň 10'luk ölüşlegiçe. 10'luk degenki peşninki mana 1/5 qalyş kerek. Ve sizler burun ötüp ketgende ediňlar, bizde muşu sanlan dügülekligen sandyn keyinki sanymyz 5'den kiçik bolsa, aldıdaki sana iştim koşulmaydı. 5 ve 5'ten çukur bu ketse o vaqtda aldığı 1 koşuldu. Bizde 5'ten keyin 0, paytım bu bizde tahminen 10,5. Muşu yakınlaşkan manası. 10,509 del manası, 10,105 degenimiz o bizde yakınlaşkan manası. Endi bizde seliştirme hatalygyny tepiş üçün biz nem qılmamız ki absolut hatalygyny bölüp etmez muşu yakınlaşkan sanның manasyga. Şoqda 10,509 elingan 10,5. Hemisi ijabiy bolgan ki men o modulni ep taşladım bu yerda ve bölüngen 10,5. Meyde 10,509'da 10,5 ni versaňlar 0,109 çykdy ki bölüngen 10,5. Мейді пешні, давайте сразу 2 санын өткевитейли. Или давайте процент айландырыш үшін köpeytip bunu 100'ge. 100% köpeytip etsek kaldı 9 bölüngen 10,15%.
Endi 10,5'ga bölgen peşni ütmeyge 0'ni qo'shib etsak, 90 bölüngen 105%. 90 и 105 3 точно bölündü. Meyde 30, meyde 35. Şu 5'ga bölündükке deysizlarda şu vaqt boldu 7'den 6% xatolik. Selishtirma xatolig'i mushunchalik ekan. Berilgan sonlarni aylantiringlar deydi. 2,4 10,4 tonnani grammga aylantirishimiz kerak. Esimiz yeb qo'yaylik. 1 tonna deganimiz 10,000 kilogramm. Bundaq yozamiz. Endi 1 kilogramm еще 1000 gramm bo'lg'achqa 10,3 ni yan bir qatim 10,3 ga ko'paytsak, o'sha grammga o'tdimizga. Shu vaqtda 1 tonna deganimiz 10,6 gramm. Va mayda 2,4 10,4 ni tonnani grammga aylantirish uchun yana добавка qilamizga 10,6 ga ko'paytiramiz. Bo'ldi, mundaq son. O'sha gramm hisobida. Endi detsimetrni kilometrga aylantiringlar deydi. Biz 5-ndaq boshlab olaylik. 1 kilometr deganimiz 10,000 metr. Aldirmaydi. Endi metrni detsimetrga aylantirganda 1 metrda bizda 10 detsimetr. Yana bir qatim 10 ni ko'paytirib etsak, 10,4 detsimetr bo'ldi. Biroq sizlar detsimetrni kilometrga aylantiringlar degan keyin, mana agar ikkala tarafini 10,4 ga bo'lib etsam, bizda 1 bölüngen 10,4 deganimiz 10,-4 chiqadi kilometr. Mayda 10,4 lar qisqara ketsa 1 detsimetr. Demak 1 detsimetrda 10,000dan 1 kilometrning bölük chiqadi ekan. То есть biz 5,23 10,12 ni ko'paytimiz 10,-4. Endi asoslari birdek o'qib bo'lgandan keyin darajlarni qo'shimiz deymiz. 5,23 12 ga -4 ni qo'shsanglar 8. Уже detsimetr bilan. Berilgan ifodaning ma'nosini topinglar deydi. Bu yerda monoskopkaning darajasi yo'q-ku, biroq ikkinchi tirnoqning darajasi bo'lgan ekan, 5 ni mushni o'rinlab olaylik. 5,5 10,-3 ni ko'chirib yozamiz. Mayda bo'ldi 2,4 ning kubi ko'paytirilgan 10 darajasida darajani daraja chiqarganda ko'paytiramiz. 2 ni 3 ga ko'paytsanglar 6 chiqadi ekan. Endi shu ko'paytish qoldi. Bu yerda qaranglar, 2,4 ning kubi degan keyin 2,4 ni o'ziga 3 qatim ko'paytsizlar. Chiqqan sonni 5,5 ko'paytib, buni men sizlarga yozib qo'yamishda, sizlar yozib keyin men kommentariyaga javobini yozib qo'yinglar. Buni nomer 8.10.18 ning. O'sha darsimiz oyoqlashdi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar.